Mani tezroq Toshkentdan yo'q qilishga juda ko'p odamlar bu qishloqdan kelgan qachon ketadi degan juda katta kurash bo'lgan. Xullas kalom ertalab ikkita prezident keladida gulchambar qo'yish kerak Ulug'bek haykaliga. 10 ta kam 7 da menga telefon bo'lyapti qabulxonamdan. Shavkat Miramonovich, голову Улугбека снесли, deyapti. Я говорю, какую голову? Какой еще Улугбек? Памятнику голову снесли. Shunday tayinlanganki, soat 10 ta kam 10 da kortej keladi, prezident keladi, Eron prezidenti bilan haykalda kallasi bo'lmaydi, shu bilan Mirziyoyevni ham kallasi ketadi degan. Xullas kalom bordim, 7 dan 20 ta o'tganda yetib bordim. 10 soat 10 da kelish kerak ikkita prezident. Haykalda kallasi yo'q haqiqatda. Gipsda bo'lganda u haykal. Endi men tushundim kim qilganini. Bular kichkina odam qilmaydi, nimaga desangiz, u haykal bir kun prezident kelishdan oldin axronaga olinadi. Uni alohida tashkilotlarda o'zi shu Mirziyoyevni yo'q qilaman deb haykalni kallasini olib tashlagan. Har kuni men o'zi gazetani albatta o'qiyman. Вечерний Toshkentda o'qisam, hozirgi mana shu xirurgiya markazida Ibn Sinoni haykalini tagi qaysidir xuliganlar kavlab ichiga uy qilib olgan to'g'risida kichkinagina tagida statya chiqqanini prosta o'qib qolib ketganman. Shunday esimga tushdi. Shu haykal hamma narsani hal qilish kerak. Bu gap Mirziyoyevni ishdan olib tashlashi to'g'ri, lekin davlat sharmanda bo'ladi. Prezident olib kelsa, u haykalga haykalga gulchambar qo'ymaydi-ku. Keyin esimga tushdiki, shu haykal gipsdan bo'lsa kerak dedim. Mashinamni o'zim ruldan qildim, bir andijonlik movunim bor edi. O'shani mashinaga o'tirdim-da, uyga borib, arrang bormi uyda dedim, arrang. Arrang bor dedi. 2-3 ta arrangni oldi, u o'zi yo'lda turardi. Chilonzorda o'sha. U ham Chilonzorda-ku. O'zim rolda o'tirib bordim-da, ertalab borib hamma uxlayotdi. Biz ham Ibn Sinoni haykalini kesib bana olib keldik. Endi Xudo deyman, siz eslatdingiz, esimga tushdi. Shu haykal tushib ketmasin. Olib kelsam, haykal sal teshigi katta ekan, biz qilgan Ulug'bekni haykali, bu gavdasi, u haykal sal tushib ketgan bo'ldi. Men keyin gipsdan sharf qildim. 1,5 soatda. Xullas kalom esimni birinchi movuni 10 ta kam 9 da keldi-da, ular endi 100% meni ishdan olishga keldi. Где голова Улугбека dedi, menga qarab gapiryapti, haykalga qaramaydi. Где голова dedi menga. Shunday qarasa haykal turibdi. Haykal ham turibdi, kalla ham turibdi. Men nima demoqchiman? Mana yoshlar o'tiribdi. Bu kunga kelish o'zidan o'zi oson bo'lmaydi. Bu kurash bu.